Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana bugungi darvozamizning Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Chigit qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz razmeri eniga 3 metr bo'ldi, bo'yiga 3,75 razmerda tayyor bo'ldi. Lislarimiz 1,8 lik lisdan, profillarimiz 6 ga 4, 1,5 stena qallikda. Lisimiz qalinligi 1,8. O'rtalariga nechminkalar qo'yib, chiroyli qilib tayyorlab berdik. Stoykalarimiz 8 ga 8, 1,7 stena. Mashina kiradigan joyi, tag qismi shvillerdan bo'ldi. Darvozamizda o'sh summasi 9,500,000 so'm bo'ldi. Kvadratini 9,000 so'mdan olib kelib, dastavkasi hamma yo'q ichida tayyorlab berdik. Orqa holatlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Darvozamizda so'rlarni ham tayyorlab berdik bir kalikda. Orqa holatlar ko'rinish. O'rtasi sentrdan bo'lib bittada ochiladi, bittada yopiladigan qilib. Darvozamiz ochilgan holati. So'rimiz 6 milliga tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Stoykalarimiz 8 ga 8, yon tomon qismlari ham 8 ga 5. Ko'rinish holati pollari bilan chiroyli qilib, dastavkasi hamma yo'g'ida ichida qilib tayyorlab berdik. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi darvozalar yoki naves, so'rlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelishilgan holda tayyorlab beraveramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.